Bugun yana noladingizmi do'stim? Arzimagan bori yo'qni g'am qilib, ko'zingizni katta ochib qarang, kim bu dunyoda yashaydi, qanday qilib? Sizni olib tongda ochgan ko'zlaringiz, ko'zi ojiz uchun ne bilasizmi? Shaxdam qadam tashlar oyoqlaringiz, oyoqsizni tasavvur qilasizmi? Qo'llar ne'mat, dunyoni tutayapmiz, ammo qadrin qo'li yo'qlardan so'rang. Bemalol yuz tanamiz yuvayapmiz, tanasining yarmi yo'qlarni qarang. Siz xotirjam yuzga suvlarni sepib, qo'lingizla tahoratlar olganda hech tasavvur qilasizmi qon yutib, qo'li yo'qning yuz yuvishini shu damda? Kaftimizni joynamozga bemalol qo'ya olib ibodatlar qilyapmiz. Yuzlarni shiftlarga termultirib, yotganlarning holini qaydan bilyapmiz? Erta tongda masjid tomon bemalol yurib bormoqlikning shukrini qildikmi? Bir bor masjidga kela olmay bemajol yarim jonlarni tasavvur qildikmi? Eshityapmiz qadrdonlar ovozin. Salomiga olamiz so'zda alik. Gapira olmasni so'rangchi havasin. Qulog'i kar nolimaydi bizchalik. Chanqasak gar rohat qilib sof suvdan to'yib ichib qolganin to'kamiz. Olislarda suvsiz qahrab holdan toyganlarni holini qaydan bilamiz? Dunyoning bir burchagida o't yulib, kesak tishlab, kun ko'rar bor ey inson. Turli ne'mat ustida ming bor nolib, yashayapmiz tafakkur qilmay bir on. Ularga bor buning ajrin olar kun, shunday sinov bermish yaratgan egam. Biz esa olg'a yurmay shular uchun nolyapmiz, nedir matoh deyakam. Internetda ko'ringan shon-u shuhrat kimningdir mo'l hayotiga intiqmiz. Do'stima, qo'l oyog'imiz davlat, sog'lik oldida har boylik cho'kartiz. Xulosa esa o'zingizdan inim, men shunchaki ne'mat qadrini eslatdim. Dunyoda ochiq ko'z bilan qarang, kim qanday yashayapti, shukri bilan jim. Qo'lni boshga qo'yib o'ylamoq darkor. Asli nolimoqqa bormi haqqimiz? Niyatim eslatmoq, qadrdon bir bor badavlatmiz, sog'dir toki tanimiz.